Assalomu alaykum armiya. Yaxshimisizlar? So'g'iladi. Bugun biz chorvamizni Sibirskiy yazvaga emlayapmiz. Bu kasallik juda ham xavfli, dermatitga o'xshab. Shuning uchun emlatib, ehtiyotlarni qilib qo'yasizlar. Chorvasi bor tanishlaringga jo'natib, va qator eslatib qo'yinglar. Emlatib qo'ysin. Bu kasallik agar molga yuqsa, u odamga yuqadi va yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hozir emlash jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Bu kasallikni emlatmoqchi bo'lsangiz, hayvon bo'yniga 1 grammdan inyeksiya qilinadi teri ostiga. Faqat hushyor bo'lib, dori ketib qolmasligi kerak. Emlash jarayonlarini ham tugatib oldik. O'zi fermer xo'jaliklari emlanadi. Veterinar doktorlar kelib emlashadi. Ular hammalari bilishadi. Lekin uyda bitta yoki 4 ta mol boqadigan insonlar bundan bexabar bo'lishi mumkin. Ularga eslatib, mol, qo'y, ot, shu tuyoqli hayvonlarni hammasini Sibirskiy yazvaga emlash kerak. Bu yaxshi bo'ladi. Buni o'sha mol boqadigan tanishlaringga jo'natib, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har emlama paytida biz sizlarni yodlaringga solib turamiz. Hammaga rahmat.